Xo'p, o'rtoqlar, bugun sizlar bilan spermatogenez, ya'ni o'simliklarda urug'lanish jarayoni bilan tanishamiz. O'simlarda urug'lanish jarayonida asosan masalalar gametogenez jarayoniga asoslangan, ya'ni o'sha gametogenezning ikkita bosqichi spermatogenez va oogenez jarayonlariga asoslangan. Xo'p, spermatogenez jarayonini ko'radigan bo'lsak, tezda tushuntiraman. Spermatogenez jarayoni bu spermatozoidlarda hosil bo'lishi, ya'ni o'simliklarda spermatozoid hosil bo'lishi. Ya'ni spermiyani hosil bo'lishi o'simliklarda. Biz bilamiz, o'simliklarda changchi va urug'chi bor. Changchi orqali bizda spermiyalar shakllanadi va urug'chida bo'lsa tuxum hujayra shakllanadi. Xo'p, mana bu yerda yozib qo'yganman. Spermatogenez jarayonida birinchi bo'lib o'sha mikrosporatsit deb nomlangan hujayra bo'ladi. Mikro kichik spora sitoz bu hujayra, ya'ni kichik spora hosil qiluvchi hujayra. Mikrosporatsit qobiq bilan o'ralgan bo'ladi va u meyoz bo'linib 4 ta nimani hosil qiladi? Mikrosporani hosil qiladi. Xo'p, mikrospora, mana mikro kichik spora bu spora. Bizda mana kichik spora hosil qiluvchi hujayra kichik sporani hosil qildi. Va bu yerda mikrosporazit meyoz usulida bo'lindi. Meyoz usulida bo'linib 4 ta mikrosporani hamda mikrospora mitoz usulida bo'linib turib, vegetativ va generativ hujayrani hosil qiladi va ular qobiq bilan o'raladida nimani hosil qiladi? Chang donasini hosil qiladi. Xo'p, va bu chang donasi tarkibidagi yirik hujayra bu vegetativ hujayra, mayda hujayra bo'ladigan bo'lsa, bu generativ hujayra hisoblanadi. Xo'p, yirik vegetativ hujayra dastlab changnayni hosil qiladi va shu hosil qilgan changnayni ichida generativ hujayra ikkiga bo'linib, ikkita spermiyani nima qiladi? Hosil qiladi. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar, bitta mikrosporasidan 4 ta mikrospora va 4 ta chang donasi, 4 ta chang donasidan bo'lsa, o'sha 8 ta spermiy hosil bo'ladi. Endi bizda mana bunaqa sxema bor. Bitta mikrosporatsit, mana 4 ta mikrospora, 4 ta mikrosporadan 4 ta chang donasi va 8 ta spermiy. Agar umumiy qilib oladigan bo'lsak, umumiy bitta mikrosporatsitdan 8 ta spermiy hosil bo'lyapti. Mikrosporatsit bu birlamchi jinsiy hujayra ham deb atalib, bunda xromosomalar to'plami diploid, ya'ni ikki holatida bo'ladi. Mikrosporada bo'lsa n holatida, chunki nimaga? Chunki meyoz usulida bo'linib hosil bo'lyapti. Chang donasida 2n, chunki nimaga? Mitoz jarayoni asosida hosil bo'lganligi uchun. Xo'p, ana endi mana bu joyga mana bunaqa sxema yozib qo'yganman. Qarang, bizda har doim bitta mikrosporatsitdan hosil bo'lgan 8 ta spermiy bu bizdagi umumiy spermiy hisoblanadi. Va umumiy spermiyning tarkibida har doim urug'lanishda ishtirok etgan spermiy bo'ladi va urug'lanishda ishtirok etmagan spermiy bo'ladi. Urug'lanishda ishtirok etgan spermiyning ichida ham har doim 50% qismi tuxum hujayrani urug'lantirish uchun ketadi, 50% qismi bo'lsa markaziy hujayrani urug'lantirish uchun ketadi. Misol uchun, bizda 800 ta spermiy bo'ladigan bo'lsa, umumiy 800 ta spermiyni 25% urug'lanishda ishtirok etdi deylik. 800 ta spermiy 25% bu qancha bo'ladi? 200 ta bo'ladi. 200 ta urug'lanishda ishtirok etgan spermiy bo'ladigan bo'lsa, 50% bu 100 ta bo'ladi, 50% 100 ta bo'ladi. Shuning uchun 100 tasi tuxum hujayrani urug'lantirishga, 100 tasi markaziy hujayrani urug'lantirishga ketadi. Xo'p, demak, bizda keyingi qismga o'tadigan bo'lsak, bizda bu ovogenez. Ovogenezda bo'lsa, dastlab megasporatsit bor. Megasporatsit, ya'ni mega yirik degani. Xo'p, megasporatsitdan meyoz usulida bo'linib 3 ta mayda va bitta yirik hujayrani hosil qiladi. 3 ta mayda hujayramiz bu bizda yo'naltiruvchi tanachalar va bittasi yirigi megaspora hisoblanadi. Megaspora 3 marta mitoz usulida bo'linib turib 8 ta hujayraga ega bo'lgan murtay xaltani hosil qiladi va 8 ta hujayradan iborat bo'lgan murtay xalta ichida o'rtada 2 ta hujayra birlashib turib markaziy hujayrani va pastdagi mikrofil, ya'ni kirish qismidagi o'rtada yirik hujayra tuxum hujayrani nima qiladigan tashkil etadi ekan. Va spermiy keladi, o'sha nay orqali spermiy kelib turib markaziy hujayra bilan qo'shiladi va endospermda spermiy tuxum hujayra bilan qo'shilib murtayni hosil qiladi va endosperm bilan ikkalasi murtay qo'shilib turib mana hosil qiladi, bizda urug'ni hosil qiladi va mana shu jarayonda urug'lanish jarayoni sodir bo'ladi. Bunda qo'sh urug'lanishligi sabab tuxum hujayra va markaziy hujayra bir vaqtda urug'langanligi uchun bizda nima bo'lyapti? Qo'sh urug'lanish jarayoni kuzatilyapti. Qo'sh urug'lanish faqat kim uchun xos? Faqatgina yopiq urug'li o'simliklar uchun xos bo'ladi. Xo'p, endi bizda yana bitta nazariy qismlar bor. Ya'ni masalada kelib qoladigan narsalar. Xo'p, bitta urug' soniga teng bo'ladi nimalar? Bitta urug' soniga teng bo'ladi endosperm. Ya'ni bitta endosperm bo'lsa, bu bitta urug' bo'ladi. Bitta urug' uchun bitta endosperm. Bitta urug' deganda bitta tuxum hujayrani tushunasiz. Bitta urug' deganda bitta markaziy hujayrani tushunasiz. Bitta urug' deganda bitta chang donachasini tushunasiz. Bitta urug' deganda bitta mikrosporatsit, bitta urug' deganda bitta mikrosporani tushunasiz. Xo'p, demak bitta urug' uchun bizda ikkita spermiy sarflanadi va qarang, mana bu joyda mana bu sxemalarni nimaga yozib qo'yganman, masalada kerak bo'ladi. Masalada sizda urug'lanishda ishtirok etgan va ishtirok etmagan spermiylarni bitta, masalan, umumiy spermiy deb ketish mumkin. Bu degani umumiy spermiy tarkibida narigi listda ko'rdinglar, umumiy spermiy tarkibida ishtirok etgan va ishtirok etmagan bor edi.
O'shani bu yerga yozib qo'yganman. Ya'ni urug'lanishda ishtirok etgan spermiyaga urug'lanishda ishtirok etmagan spermiyani qo'shadigan bo'lsangiz, sizda umumiy spermiyalar soni kelib chiqadi. Va tuxum hujayrani urug'lantirgan spermiyalarga markaziy hujayranikini qo'shadigan bo'lsangiz, umumiy urug'lanishda ishtirok etgan spermiyalar soni kelib chiqadi. Xo'p, endi bu yog'ini ko'radigan bo'lsak, misol uchun mana sizda urug'lanishda ishtirok etgan spermiyalar, masalan, nechta deylik? 500 ta deylik va ular 25% tashkil qilsin. O'sha 25% 500 ta bo'ladi va 100% ni qancha desiz, 2000 ta bu umumiy spermiya chiqdi. 2000 ta umumiy spermiya bo'ladigan bo'lsa, shundan 500 tasi ishtirok etgan ekan. 2000 dan 500 ayirib tashlasangiz, 1,5 ming ta demak nima chiqadi? Urug'lanishda ishtirok etmagan spermiya kelib chiqadi. Va mana shunga o'xshatib qolgan masalalarda ham bemalol ishlasangiz bo'ladi va bu bizda urug'lanish masalasi bo'yicha o'simliklarda nazariy qismlar edi. Mr. Yusufxon TV kanalidan uzoqlashmanglar o'rtoqlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosishni va bizning kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar.